Non homiladorlikda sizning ashaddiy dushmaningiz desam ishonasizmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Non mahsulotlarini me'yoridan ortiq iste'mol qilish homilador ayol organizmida kuchli o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Homiladorlardagi shishlar, qandli diabet xavfi, ortiqcha vazn va hattoki homilani o'zini ortiqcha vazn to'plashi va tug'ruq jarayonini qiyinlashishigacha olib kelishi mumkin. Bu asorat va o'zgarishlarning barchasi esa uglevodlarga boy bo'lgan shirinliklar, pitsalar, somsalar va oq nonli mahsulotlarini me'yorida iste'mol qilmaslik natijasida yuzaga keladi. Unda nima qilish kerak? Albatta, oq non o'rniga zakvaskali, ya'ni yorma non yoki donli nonni hamda o'simliklarga boyitilgan non mahsulotlarini tanlash kerak. Har bir taomda nonni asosiy emas, balki qo'shimcha sifatida ko'rish kerak. Nonni non bilan yeyish kerak odatini yig'ishtirishingiz lozim. Bu holat ham hazmga, ham homiladorlikka zarar keltirib qo'yishi mumkin. Homiladorlikda har bir mahsulotlarni me'yorida iste'mol qilish bu homilangiz va kelajak farzandingiz salomatligi negizidir. Shu sababli ham go'zal opa-singillarim, taomnomangizga juda e'tiborli bo'ling. Agar siz ham foydali homiladorlik haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, albatta sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.